Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lomamisiz? Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mart oyi biz uchun anchagina omadli keldi. Oyning boshidan anchagina vakansiyalarimizni yopishga muvaffaq bo'ldik. Kecha ham ish beruvchilar, uy egalari bizga qo'ng'iroq qilib o'z minnatdorchiklarini bildirishdi. Qisqa vaqt ichida biza xohlagan insonlarni topib berdinglar deb minnatdorchilik bildirishdi. Allohimdan so'rab qolamiz, mana shu ishni boshlagan hamyurtlarimizda ishlari barakali va bardavom bo'lsin iloyim. Eshiting, Rublovkada sadovnik ishga taklif qilinadi. Srochno bu yerga kerak ekan. 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalarimizni ishga taklif qiladi. Dokument albatta bo'lishi shart. Azlar hozir hamma ishimizga dokument so'rayapti. Moskva, Moskovskiy oblastga bo'ladigan bo'lsa, albatta Amina приложение ishlab turishi kerak sizga. Prava bu yerga shart emas, oyligi 100 mingdan boshlanadi. Moskovskiy oblasti Lazurniy berikda семейный paralar ishga taklif qilinadi. Водительский prava albatta bo'lishi shart deyishyapti. 6-1 grafiki bilan soat 9 dan kechqurun 19 gacha, bularning oyliklari 200 ming bo'lar ekan. Agar alohida bo'ladigan bo'lsa, alohida pomoshnik, alohida domraботница bo'lsa ham mayli, agar ko'ramiz deyishyapti. Bizga ko'p masalan neofitsialniy brakda bo'lganlar ham murojaat qilishadi. Bularni mana shunaqa alohida olaman deydigan joyga ham joylashtirish imkoniyati bo'ladi azizlar. Железнодорожный Balashixada sidelka ishga taklif qilinadi. Cholga qarash kerak ekan bu yerga. 90 yoshga kirgan chol, 70 kilogramm vazni, demensiya bilan og'riyotgan, kvartirada faqat o'zi yashar ekan. 60 yoshgacha bo'lgan, 50 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan opa-singillarimizni ishga taklif qilishadi. Dokument bo'lishi shart deb aytishmadi, lekin bo'lsa yaxshi. Albatta o'zi ancha vaqt, uzoq vaqt ishlab ketish uchun bularning oyliklari 90 mingdan boshlanar ekan. Azizlar, anchagina ochilgan ishlarimizda Telegram kanallarimizga ham albatta chiqarib boramiz. Sayru Sobirjonova deb nomlangan Telegram kanallarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Azizlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Oldindan videolarda chiqarganmiz. O'zbekistondan yo bo'lmasa Qirg'iziston, Tojikistondan juda ham ko'p yozishyapti. Bizani ishga chaqiring, ishga joylashtiring, qiynalib qoldik, muammomiz bor deb. Azizlar, to'g'ri tushuning. Biza O'zbekistonda yo bo'lmasa boshqa joydan ishga chaqira olmaymiz. Bizani ochilgan ishlarimiz aynan Rossiya territoriyasiga yurgan fuqarolarimiz uchun, dokument bilan yurgan fuqarolarimiz uchun. Biza boshqa joydan chaqirib Rossiyaga keling, ishga joylashtiramiz degan va'dani, vazifani bo'ynimizga olmaymiz. Buni to'g'ri tushuning. Bu juda ham qiyin masala. Chunki bu yerga kelganingizdan keyin to ish beruvchilari sizni tanlagunizcha, sizni dokumentingizni qilganingizcha albatta vaqt o'tadi. Dokument qilish ham bizani vazifamizga kirmaydi. Aynan tayyor dokument bilan kelishingiz kerak bo'ladi. Dokumentlaringizni qilib bizani ofisimizga kelasiz. Bizani ofisimiz metro Sholkskiyda, Moskvada 1-vyexit bilan 6-vyexitning o'rtasida торговый центр Vektor joylashgan 2 etajlik kirpichli zdaniya. Mana shuni 2-etajiga chiqasiz, 1-pavilyonda. Bemalol kelib 6-1 grafiki bilan ishlaymiz. 18:00 gacha, ertalab soat 10 dan kechqurun soat 18:00 gacha ish vaqtimiz. Kelib biz bilan shartnoma qilib ketishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Moskva, Moskovskiy oblastda emas, boshqa regionda bo'lsangiz, shartnomamizni onlayn qabul qilamiz. 8977 967 77 97 telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib yo bo'lmasa WhatsApp, imo, Telegram kanallariga yozib, o'zingiz haqingizda ma'lumot tashlashingiz mumkin bo'ladi azizlar. Azizlar, yana bir quvonchli xabarni sizga yetkazmoqchiman. O'zlaringizning xabarlaring bor. Biz mana korporatsiyaga 6-oy уже faoliyat yurgizib boryapmiz. Korporatsiyani hamma условияlarni bajarib, уже statuslarga chiqdik. Men oldin doim o'ylardim, shuncha ishladim, birovda qo'liga ishlamadim, stajim yo'q, ertaga qanaqa qilib pensiya olaman deydigan qayg'u albatta menda ham bo'lgan, lekin alhamdulillah hozir mana shu narsani o'ylamadim. Chunki bu qisqa vaqt ichida biz уже pensiyaga ham chiqdik, daromadga ham chiqdik, oylikka chiqdik. Bu bizani umrimizda oxirigacha beriladigan pensiya. Bunaqa imkoniyat hammada bo'ladi. Siz O'zbekistondamisiz, Qirg'izistonda, Tojikistonda, yo Rossiyani boshqa territoriyalardamisiz? Mana shu korporatsiya nechta davlatga faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, qaysi davlatda bo'lib ham bemalol uyda o'tirib,
onlayn yoki offlayn bo'lib bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani albatta sizga o'rgatamiz, ko'rsatamiz, onlayn обучениyalarda ko'rsatamiz. O'zimiz o'tgan mana shu mashaqqatli yo'llarni sizga qisqartirib, chiroyligina qilib tushuntirib, daromadgacha olib kirdirishga harakat qilamiz. Albatta, qo'shiling, kecha mana 10-chisloga bizani pensiyamiz tushdi, oyliklarimiz ham tushdi. Kunlik daromadlardan tashqari har oyda 10 yoki 11-chisloga bizani oyligimiz tushadi. Alhamdulillah, mana kecha men o'sha 2-oylikni oldim. Sizlar bilan mana shu quvonchli xabarni baham ko'rmoqchiman, hozir ko'rsataman. Azizlar, mana hozir daromadimiz, bu bizning kabinetimiz. Kabinetimizda 6000 ta tovar bor. Albatta, biznesimiz halol. Sertifikati bu nimaniki, Arabistonning umrbodlik sertifikatini berilgan. Bemalol musulmon davlatlariga ishlasangiz bo'ladi. Mana kecha soat 10 ga tushgan. Bu bizning dohodlarimiz, mana bu oyliklarimiz, ko'rib turibsizlar. Liderskiy bonus fevralniki tushgan, bonus MBA, bonus MS, ana shu bonuslarni olib, mana anchagina daromadga kirganmiz. Tabriklashingiz mumkin. Bunaqa daromadga kirish albatta sizda ham imkon bor. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Albatta, so'rang, keling, bizning start nimalarimizga qo'shiling. Gruppamizga qo'shiling, o'rgatib, sizga bu biznes sirlari bilan baham ko'ramiz. Azizlar, xushxabarlarni yana eng zo'ri, biz kutgan uchrashuv 23-mart kuni yulduzli direktorimiz tomonidan o'tkazilayotgan omad marafoniga ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Aynan o'sha kuni siz uchun hayotingizga jiddiy burilish bo'lishi mumkin. Chunki biz ham bu uchrashuvni anchadan beri kutganmiz. O'zbekiston va Qirg'iziston, Qozog'istondan yulduzli direktorlarimiz kelib biz bilan uchrashib, bizga yangi bilimlar berib ketishadi, yangi motivatsiyalar berishadi. Albatta, siz ham ishtirok eting, hayotingizni o'zgartirishingiz uchun. Aynan mana shu biznes siznikiligi uchun o'zingizga ishonch hosil qilishingizga yana bir turtki bo'ladi. Bu imkoniyatni boy bermang. Biletlar hozir sotuvda. Telefon nomerlarimiz 8977 967 77 97 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, biletlarda buyurtma berishingiz mumkin. Aynan o'sha kuni biz bilan birga bo'ling va hayotingizni o'zgartiring.